Assalamu alaikum, keng Android tavaskarlari. Tunuygunki darsligimda ba'zi nuqtalar bayqalg'iligi uchun surat bak tutuq ham format yaxshi bo'lmaganligi uchun bugun qaytadan darslik ishlab huzuringizga sunmoqchi bo'ldim. Bugungi darsligimizda Java qaçılaş va tanışishni mobilni dars o'tmoqchi. Men eng oldi bilan Java'ni qaçılay. Hemen bu Java 1.7'nin 1.7 nəşrinin ən yeni nəşrini düşürü olğan Java'nı qaçılaş basqıçımı başqa detallarga oxşashlı bo'lib, siz faqat keyingi qadam knopkasini bassangizlar özü avtomatik qaçlandı. Keyingi qadam qaçılayotidu. Qaçlab bo'ldi. Endi tanishish bosqichiga kelsak, bu yerdan Goji Shidon Shurja yani icip birinchimiz men burun tanışgan boshqadan tanishib ko'rsatib o'tay. Asli odatda mushbitim chiqdi. Biz bu yerdan yangidan qurish bunu köçürüp mukamildim. Ondan keyin Java Home yandan qurib, endi bu aslidagisi bizningki qaçılgan Java'ningki nashriga asosan o'xshamaydi. Masalan, men ko'rsatib bersam, bunu köçürüp bir yerge çaplap çekit başını koyup mukamildim. Ondan keyin bu yani şunun içideki bunu içip tahrirlash bosqichidan eng oldiga bir ayın hujjat darajasini içip turib ko'chirib bir çapıldım. Ondan keyin chekit pash belgisi orqali ayirib muqimildim. Java tanishish oxirlashdi. Endi ko'rib baqsaq, Windows knopkasidan R knopkasini bosdim. Ondan keyin Vision yani qo'zg'atish programmasi ochildi. Bundan CMD'ni kirgizib muqimildim. Chiqqan ko'znakka Java C enter bosdim. Mana bu qaçılgan Java
Java'nınki və tanışıgan tanışaklarımınki normal bo'lganligini bildirdi. Endi rom tarjima qilish bosqichiga kelsak, Huawei C8825 tipli telefonimning CNC B968 nəşirdəki romini çürüb tayyor qilib olgan. Men buni hujjat qisqish tümörünü qurib minirarda açqandan keyin buni men hujjat qisqishning ichiga yechilib bo'ldi. Zip hujjat shaklidagi romning yechilgan vaqtidagi holati biz oldi bilan sistem modelisiga kirib, buning ichidagi bu o'zimizga tunish bo'lgan hujjat qisqishlarni ko'ramiz. Buningdan eng oldi bilan framework bu hujjat qisqishni ichidan sistemining yadro hujjati bo'lgan framework res apk bu hujjatni ko'chirib olaylik. Yana bir ish, men chaqmoq gruppasi tarqatgan uyg'urcha apk tool buni kompyuterning diska g'olmondarisiga qo'ydim. Buning ichida mush 4 ta hujjat bor. Boyaqi framework res hujjatini bu apk tool hujjat qisqishni ichiga ko'chirdim. Undan keyin buni yana birini ko'chirib olay. Buning ismini 1 2 3 qo'yib, endi buningdan apk tool cmd buni chekib oldi bilan 5 knopkasini bosib framework res hujjatini jozib olamiz. Bu qadam eng muhim. Endi bir knopkasini bosdim. Yeshyapti. Ish tamomlandi. Qolgan knopkani bosib qaytgandan keyin chekindim. Endi apk hujjat qisqishini açsaq, buning ichidan res hujjat qisqichi eng oldi bilan biz tarjima qilmoqchi bo'lgan mana bu valyus keyingi hech qanday harf qo'yilmagani inglizcha asli haqiqiy ko'ngildagi til bo'liqi hisoblandi. Buning ichidan bizga o'zimizga tunish bo'lgan valyus trcn, ya'ni qancha oddiy yoziq. Buni bir ko'chirib olay. Buning ismini hozir birlikka kelgan o'lcham bo'yicha ugi qilib qo'ydim. Buningki asosligi stringiz vujudi bo'lib, bizga tunishlik bo'lgan barliq til, ya'ni til hujjatlari shuning ichida. Buni birdan tarjima qilmoq haqiqatan oson emas. Bu vaqtda Mardanjon boshlig'idagi chaqmoq gruppasi tarqatgan
rom log'atidan foydalansak nihoyat yaxshi. Men bundan ulgu ko'rsatib o'tay. Bu bilan APK til vujud almashtirish qurolidan foydalanib bu yerga rom log'atidan o'zimizga mos kelganini, ya'ni biz qaysi appni tarjima qilgan bo'lsak, shu mundarijni ichib, men hozir tarjima qilayotganim framework vujudi, shunga buni ochdim. O'zgartirish knopkasini bosdim. O'zgartib bo'ldi. Ba'zi applarninki mas kelmaganlari qara shaklda, ya'ni qancha holat bo'lsa, o'zgartirish bu knopkasini bosib, o'shadan birdan o'zgartib jazmlash knopkasini bossak bo'ldi. Endi o'zimiz bayqagan xato bo'lib qolgan yoki mos kelmagan so'zliklar bo'lsa, bu yerdan izlab kirgizib karta deb o'tay. Shundan mos kelmagan so'zlikni o'zgartib qaytadan to'liqlab jazmlash knopkasini bosasak bo'ldi. Oxirida saqlab chekinimiz rom log'atida xatolik bo'lsa, ya'ni imlo xatoligi yoki mos kelmagan ba'zi so'zliklar bo'lsa, imlo xatoliklarini tuzib bo'lgandan keyin ostidagi, ya'ni bu hujjatni o'zgartib saqlab chekinsak, ikkinchi qitimda qayta avojliqning yuz berishini saqlangan bo'ldi. Biz saqlab chekindim. Bu hujjatni hammasini tarjima qilib bo'ldi. Tanishning ichida til tanlashni amalga oshirish uchun vowels, ya'ni bu inglizcha asli hujjat qisqashning ichidan o'shidagi buni chekib saqlab chekindim. Yana bir bosqich. Mundarijni ichib ko'chiray. Undan keyin bu array vujudini ichib 3-qordan boshlab ko'chadim. Yani bu hujjatning ichiga qarasak, shunga o'xshash kodda buning o'rnini almashtirib bostirib o'tdim. Bularni hammasini tarjima qilib bo'lgandan keyin saqlab chekindik. Sistema uyg'urcha tilini o'ngga yondashtirish haqida biz mana bu hujjatdan foydalanamiz, ya'ni layout. Bu sistema tilining qaysi tarafga yondashib chiqilganligini ko'rsatadigan kod hujjati hisoblanadi. Biz bu yerga qarasak,
layout r deb bu bir necha 4 tane hüccət qısqış bakən, yəni birisi layout fa. Mana bu r Arab tiliga vakillik qildi. Fa bo'lsa Fars tiliga vakillik qildi. Ba'zi applarda layout r hüccət qısqışı bo'lmagan ahvolda layout fa buni ko'chirib qilsaqmi o'xshash unumga erishalaymiz. Men buni ko'chirib ismini bugi buni o'zgartay. Endi məşğulatını qılıb bolduq. Bunun içindeki yani probably ölçəmlik oxuyamagan bolsam muşuna dep turay. Eng asaslığı mana bu hüccət qısqışının içində biz davamlıq görüdüğən közlük, yani resim bizim hoşuna içinde salto tepsili göstey. Endi tercüme qilib bolduq. Buni bo'laqlayli. APK tool CMD hüccətini qo'yishakdim. Endi 2ni bastım. Demişki 2ni bastım degende sistema yadro hüccətlərə imza qoymaymiz. 3ni basqan vaqtida, yani başka app'larni başka qo'shimcha app'larni 3ni besib biroq bola oqlab chiqarsak bo'ldi, ammo sistem yadro hujjatlariga imzo qo'ymaymiz. Enter knopkasini bosdim. Bo'laqlayotdi. Bolaqlab bo'ldi. Qolgan knopkasini besib chekinib, endi buni qarab baqsaq, bayaqi 4 tal hujjatning ichida bu boil degan hujjat qisqish ko'payib qoldi. Agarda
bu nima bo'laqlangan imzo qo'yilmagan bu hujjat APK hujjati bo'lmagan holatdami, ya'ni bu APK hujjat qisqartishning ichida resources bu hujjat bilan ya'ni bu bo'lsa muvaffaqiyat qozongan bo'lamiz. Bu yerda imzo qo'ymay bo'laqlab muvaffaqiyat bo'ldi. Endi buni qanday qilamiz deganda tarjim bunun içindeki asli hüccetni generalde cevap bunu tatip edip asildeki framework res APK widgetning ichiga qo'shildim. Bu yerdan diqqat qilganimiz mana buni tanlab eng ustidagi ya'ni sundan buni tanlab muqimlasak to'g'ri bo'ldi. Ya'ni buning bilan res widget qisqartishini ve aleykümselam. Bu res hujjat qisqartishini ham shunday qilamiz. Ko'chiryapti. Endi qarab baqsaq bu asli hujjat bilan sig'imi xiyallashib ketdi. Lekin hech qisi yo'q. Mana bu biz tarjim qilib tayyor qilgan Uyg'urcha xat shaklini o'ng yondashtirgan Uyg'urcha til bo'lib qitilgan framework ya'ni yadro hujjati. Endi yana bir appni misolga bersam, yani biz eng ko'p ishlatadigan fon, yani telefon urish appi.
aplikasiyani yuvitib phone apk widgetini ismini 1 2 3 ga o'zgartirib andan keyin yechib boqaylik. Birini bosib enter knopkasini bosdim. Yechib bo'ldi. Qolgan knopkani bosib chekindim. Buning ichiga qaraydigan bo'lsak, yana boyaqidek layout r buni ko'chirib bu yerga o'zgartdim. Buni ko'chirib o'zgartib bo'lgandan keyin boyaqi qadam bosqichlar bo'yicha tarjima qilamiz. Buningki so'zlamoqchi bo'lgan muhim masala, ya'ni buni go'zallashtirish. Bu drawabli, ya'ni HTTPI bu hujjat qisqashini qarasak, mana bu harf, nomer kirgizgan harflar, har xil belgilar, mana bu telefon nomerining oldiga chiqadigan, ya'ni urganda, telefon urgan vaqtida, kelgan vaqtida chiqadigan surat hujjati bo'lib, mana bu buni o'zininki cho'nlig'ida, mushu cho'nliqda tahrirlab, Photoshopda yoki rasm tahrirlash detallari tahrirlab o'zimiz xohlagan rasmni mushuning o'rniga qo'ysak bo'ldi. Ya'ni bu ismni mana bu ismni ko'chirib olib, xohlagan rasmninki hujjati qilib almashtirsak bo'ldi. Mana bu buning ichida o'xshash bo'lib, lekin bu sal kichikroq, razmeri sal kichikroq bo'lgan hujjat, buni o'xshash qilsak bo'ldi. Navada bu hujjatlarni almashtirib, rasm hujjatini almashtirayotgandan keyin bo'loqlashdan xatolik chiqsa, oldi bilan bo'loqni bilib masalan phone apk hujjatini bo'loqlab bo'lingan app hujjati deb qarasak, buni rarda ichib res andan keyin drawabli HTTPI, ya'ni bu hujjat qisqashining ichidan boyaqi hujjatni tepib shuni o'rniga almashtirsak bo'ldi. Endi yana bir masala, apk to'lcmd buni bo'loqlab ko'raylik.
qaraydigan bo'lsak, bu yerda shundaq xatolik ko'rildi. Tekshirib baksak, bo'loqlash jarayonida ko'rilgan xatolik mana bu yerda values d bu hujjat qisqartishning ichidagi strings xml hujjatining 220-qorida xatolik ekan. Yana birisi values is. Men bu til hujjatlarini ishlatmagachga ikkilanmani o'chirdim. Yana bunun qarab values d. Yana birisi is. Bunu o'chirdim. Qaytadan bo'loqlab bakay. Endi ikkini besib enter knopkasini chekdim. Yana xatolik ko'rildi. Endi tekshirib baksam, values 8 key rhk. Mana bularning hammasiga xatolik ko'rilibdi. Bularni men ishlatmagachga uyutay. Key qaytadan kelay.
Endi normal bo'laqlarni kod ko'rilgan bo'lsa-mu, xatolik yanıla bo'laqlarni biz ko'rib boqaylik. Mana bu APK tolmun dərisi APK widget qisqichning ichiga kirib qo'yildi. Mana bu fon, ya'ni biz boya tarjima qilgan fon APK widgetining bo'laqlangan, imzo qo'yilmagan widgeti. Buni biz boyaqi usulda yana WinRAR'da ichib asli app widgetining ichiga qachilasak bo'ldi. Endi app bo'laqlash, app yashish va bo'laqlash jarayonini tushunsak bo'lsin. Endiki masala ba'zi telefonlarning til bo'lag'ini qo'shgandan keyin tanshak til tanlash rayonidan bevosita ko'ringan, ammo Huawei'ninki bunda bo'lmaydigan. Bu ya'ni tanshashda bu widget qisqichini ichini ochsak, bir qanchalig'an widget qisqich bor. Buning ichidan biz tanishmoqchi bo'lgan widget defaultis, ya'ni buni açay notepad plus detalda açay. Bunun da bir kadar asan. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda telefonimizning kodları bor. Bu yerdagi eng asosligi biz o'zgartmoqchi bo'lganimiz, ya'ni tanshak til tanlash rayonidagi mana bu inglizcha va xancha ikki xil tilning nimasi bor. Bu yerdan bashni qo'shib ko'chirib andin chaplay, bunun o'rniga ھوقۇقى yana bir qatam chaplab ھوقۇقى siziq cn onun keyindan ھوقۇقى deb qo'shib qo'ydim. Başqa yerlardan ko'rib baqsanglar bo'ldi, lekin eng yaxshisi boshqa joylarga chaqalmaganlar yaxshi. Bunisi xatolik ko'rildi. Saqlab chekindim. Endi keyin browser, mana bu telefon o'zininki tor ko'rg'ichining tanshak yadro widgeti. Buni men açsam ROM'ni güzelleştirgen mana bu ko'ngildagi boshbat bo'lib, bu yerdan o'zimiz eng yoqtirgan torbatninki ismini kirgizib qo'ysak bo'ldi. Telefon tor ko'rg'ichga kirgan hamon ko'ngildagi boshbat bo'lindi. Bu yerdan men o'zgartsam shundoq chekinib saqlab chekinay. Buni asta ko'rib baqsanglar bo'ldi. Yana birisi wallpaper. Bunun ichida ROM'ni yangi yozgan vaqtda ko'rinadigan taglik rasm. Buni xohlagancha o'zinglar yoqtirgan
rasmga o'zgartsanglar bo'ldi. Ko'ngildagi rasm o'zgarib ko'rsam mana bu rasmni bunun o'rniga almashtirayotay. Almashtirman. Endi telefonga yangi qo'shilgan sistemini yangi qo'shilgan vaqtida mush rasm taglik holat chiqdi. Yana birisi media. Bu telefonning qo'zg'algan va taqalgan vaqtidagi rasm hujjatlar bo'lib, mana bu telefon qo'zg'algan vaqtdagi rasm hujjati. Buning ichida 3 hujjat bor. Biz bu 2 hujjat qisqashini yechib ko'rib boqaylik. Qarab baqsam, mana bu telefon yangi qo'zg'algan vaqtida ko'ringan hujjat. Yana birisi qo'zg'alib sistemaga kirish vaqtida kirish oldida ko'ringan hujjat. Bununla o'zinglar shu razmer bo'yicha 480 800 yoki telefonlarning ekran aniqligi bo'yicha rasmni kirishtirib badam do'ppiq androidcha yoki uyg'urcha assalomu alaykum degandek rasmga o'zgartirib shuning o'rniga qo'ysanglar bo'ldi. Mana bu telefonning etilgan vaqtidagi rasmi. Buni o'zinglar xohlagancha o'zgartsanglar bo'ldi. Undan keyin font, ya'ni xat nusxasini almashtirishda olib to'rdagi ustozlar tarqatgan Uyg'ur APPQ, ya'ni font qachilash detalini ko'rsatib o'tay. Sistema nashri 4.0.4 bo'lganligi uchun Uyg'ur APPQ bu hujjatni ochdim. Agarda 4.1 yoki 4.2 bo'lsa, mana buni ichib generalda mana bu font hujjatlarini qazlab o'rniga almashtirasanglar bo'ldi. Bu telefonning sistemasi 4.0.4 bo'lganligi uchun Uyg'ur APPQ 4.0 nashrni ochdim. Undan keyin buni ko'chirib olib asli fontning o'rniga almashtirib bostirdim. Shuning bilan telefonga ayrim font qachlashni hojat qolmaydi. Yana birisi media. Mana buning ichida mana bu telefon soatlik qo'ng'iroqlik soatninki ovoz hujjatlari
buni xohlagancha o'zinglar yoqtirganingcha almashtirsanglar bo'ldi. Lekin ismi pinginchi bo'lishi kerak. Pinginchi bo'lmasa qazilgan vaqtida xatolik ko'rilib kod shakli chiqib oldi. Mana bu uqtirish va qisqacho'r qo'ng'iroq ovozlari. Buni o'zinglar xohlagancha chiqarib, tahrirlab, uyg'urcha muzikalarni yoki qo'shib tahrirlasanglar bo'ldi. Mana bu ringtones. Bu telefon kelgandagi ovoz hujjatlari bularni xohlagancha o'chirib, o'rniga uyg'urcha naqshlarni va muzikalarni yoqtirganlarcha almashtirib qaytarsanglar bo'ldi. Bu telefonning suratga tortgan vaqtidagi, knopka bosgan vaqtidagi ovoz hujjatlari bo'lib, bularni yoqtirmasanglar, boshqa telefonningki o'zinglar yoqtirgan ovoz hujjatlariga almashtirib ishlasanglar bo'ldi. Hozircha shuncha so'zlay. Endi buni qanday qilamiz deganda, asli buning bu imzo qo'ygan va qaçılaş hujjati bo'lib, imzo qo'yilgan vaqtdagi qaçılaş hujjati bo'lib, buni qanday tahrirlashni men hozircha bilmadim. Bo'lsa hammalar tang o'rtoqlashsak, bildiganlar bo'lsa hammalar tang o'rtoqlashsak, buni men tushirilgan asromni yunarda ichib mushbitimla ko'chirib qilayotgandan keyin biz tarjim qilib bo'lgan o'zimiz yoqtirgan holatdagi go'zallashtirilgan, o'zimiz go'zallashtirgan, yoqtirgan va tarjim qilib tayyor qilgan rom tayyor bo'ldi. Bu saatlik dersimiz mushada oxirlashdi. Qitim ko'rishaylik. Ko'pchilikga rahmat.